ammo Qur'on sunnatni tili bir haqiqatda g'urbatda. Shuning uchun biz asl salaf solih ahvollariga qaytadigan bo'lsak, ular hattoiki tepada aytilganda Ibn Umar radhiyallohu anhu aytganlaridek mana shu tilga ta'dib qilishgan. Shuning uchun Imom Shofiy rahimahulloh aytadilarki, al-lisanu alladhi ikhtarahu Allohu azza wa jalla lisanul arabi fa anzala bihi kitabahu al-aziz wa ja'ala lisana khatam anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها لأنها اللسان الأولى. aytadilarki, Alloh subhanahu va taolo ixtiyor qilgan bu til arab tili, sababi unda o'zining Qur'on kitobini tushirdi va bu oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamning tili bo'ldi va har bitta arab tilini o'rganishlikka qudrati bo'lgan odamga bu tilni o'rganishligi lozim bo'ladi. Sabab bu eng avvalgi, eng afzal til bo'lib hisoblanadi. Balkim Imom Shofiy rahimahulloh bu tilni bilganlarni maqtab shunaqa deb aytadilarki, ahlul arabiyyati jinnul insi yubsiruna ma la yubsiru g'ayruhum. Arab tili egalari bu odamlar ichidagi jinlarga o'xshaydi deydilar. Odamlar ichidagi jinlarga o'xshaydi. Qanaqa bu deyilsa, aytadilarki, yubsiruna ma la yubsiru g'ayruhum. Xuddiki shunchalik darajada o'z boshqalar ko'rmaydigan narsani ko'radi. Boshqalar bilmay turgan narsalarni biladi. Boshqalar tushunmay turgan narsalarni tushunadi. Sabab unda ana shu tushunishlikning vasilasi, sababi bor. Va unda bor narsa, ana shu bor narsa bilan foydalanib, u asoslanadi shu bilan. Xuddiki bizning atrofimizdagi jinlar biz ko'rmagan ko'p narsalarni ko'rishadi. Alloh o'sha jinlarni aytganda sifatlaydiki, aytadiki, innahu yarakum huwa qabiluhu min haythu la tarawnahum. U ana shu shayton va uning jamoati sizlar uni ko'rmagan holatda sizlarni ko'rib turadi. Shuningdek arab tilini bilganlar shunday bir sifatdaki odamlarni ommasi ko'rmagan va bilmagan narsani ko'rishadi. Lekin bu tilga e'tibor berishlik ahli sunna imomlari aytishgandek o'rtacha sifatda bo'lishlik kerak. Ya'ni ovqatga tuz bo'lgandek. Ovqatga tuzni ko'p ham solishlik mumkin emas, unga kamaytirib qo'ysangiz ham mazasi bo'lmay qoladi. Shuning uchun bu tildan ana shu Qur'on sunnatni tushunadigan darajada va ahli sunna kitoblari ana shu kitoblardan foydalanadigan va sahih ma'no chiqadigan darajada o'rganishlik lozim. Va undan kamayishligi kamlik, noqislik bo'lib hisoblanadi. Va boshqa fanlarni tashab mashi fanga sho'ng'ib ketishlik, asl bo'lgan narsani tashab vasilani asl qilib olishlik, bu haqiqatda g'uluv ketishlikdan bo'ladi. Balkim ikki taraf ham kamchilik va o'rtada bo'lishlik o'sha asl bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun bu tilni o'rganishlikka qancha zamon ishlatsa, qancha pulini ishlatsa, qancha o'zini vaqti-yu mol-mulkini ishlatsa kam. Sabab bu asl tepada aytgandek al-wasailu laha ahkamul maqasid. Shuning uchun ba'zi olimlar aytishadiki, ma aktharal ilma wa ma awsa'ahu man zalladhi yaqdiru an yajma'ah in kunta la budda lahu taliban muhawilan faltamis anfa'ah. Aytadilarki, bu ilm agar
hisoblanadigan bo'lsa, qancha ko'p, juda ham ko'p va juda keng bu ilmlarni hammasini jamlashga kim qodir bo'ladi? Ilmlarni hammasini to'liqcha o'rganishlikka Nuh alayhisolatu vassalamning umri ham kifoya qilmaydi. Endi in kunta labudda lahu taliba muhawilan faltamis anfa'a. Agar mana shu ilmni talab qilmoqchi bo'ladigan bo'lsang, unda eng foydalini talab qiling. Eng foydaligi, ya'ni Qur'on sunnatni tushuntiradigan va ana shu Qur'on sunnatning ma'nosini va amaliga sabab bo'ladiganini talab qilib, shu bilan qadam bosishlik. Mana shu aslga binoan inshaalloh bugun mana shu nahv fanidagi Al-Ajrumiyya degan kitobni boshlaymiz. Bu kitobni foydalanganimizda Sheyx Muhammad Muhyiddin Abdulhamid rahimahulloh Misr olimlaridan birining sharhidan foydalanamiz inshaalloh. Hatto o'quvchilar ham ana shu sharhdan foydalanib, agar tushunilmagan joylar bo'ladigan bo'lsa, darsdan keyin yoki alohida so'rashlikka ilojisi bor inshaalloh va shuning bilan qisqacha kitobni tushunib o'tishlikka harakat qilamiz inshaalloh. Aytadilarki, Bismillahirrohmanirrohim. قال المصنف وهو أبو عبد الله محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آج الروم، المولود في سنة 72 و600 والمتوفى في سنة 23 و700 من الهجرة النبوية رحمه الله تعالى. مصنف يتوتلار، يعني بكش مصنف أبو عبد الله محمد ابن داود الصنهاجي المعروف ابن أجروم degan laqab bilan ma'ruf bo'lgan bir olim. U kishi 672-yili tavallud topib 723-yili olamdan o'tganlar. Bu kishi o'sha Maliki mazhabidagi usuli nahviy olimlardan va u kishini olimligiga va mana shu fanni yig'ganliklariga kelajakdagi matnning juda matinligi va qisqa va juda bir har bitta mana shu fanni mubtadi boshlovchisiga foydaliligi u kishining mana shu fanni egalikka darajasiga yetganligiga dalolat qiladi. Va bu biz o'qiyotgan kitobimiz muxtasar va har bitta ilmning muxtasaridan va ibtidosidan boshlashligimiz bu ahli sunna aimmalarining tariqasidan bo'lib hisoblanadi. Aytadilarki, qala al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'. Al-kalam, kalom deganimiz u huwa al-lafz, lafz bo'lishlik kerak va murakkab bo'lishlik kerak va mufid, foydali bo'lishlik kerak. Bil wad', ya'ni arab tilidan qo'yilgan so'zlardan bo'lishligi kerak. Kalom deganimiz bu o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, u gap degani. O'zbek tilida gap deganimiz, agar o'zbek tilini ham o'ziga yarasha asoslari bor, shunga qaytadigan bo'lsak, o'zbek tilida gap degani nima desa, aytishadiki, so'zlar vositasi bilan anglatilgan fikr gap deyiladi. Shunaqa deb o'rgatishgan bizga. Shuningdek, bu o'rinda ham kalom o'zbek tilida so'zlar vositasi bilan anglatilgan fikr gap deyiladigan bo'lsa, arab tilida huval lafzul murakkabul mufidu bil wad'. Hozir har bitta lafzimizni ma'nosini aytib o'tamiz. Kalom deganimiz u lafz deyapti. Lafz degani nima u desa, u
hijob